Assalomu alaykum, qadrdonlar, bormisizlar? Musofirdagilar, azizlar, bugun xudo xolasa Otash TV YouTube kanalida sizlarga qo'limdan kelgancha bir zdaniya qo'yib beraman. Yana uzinasi 110 metr, enini 12 metr, shunday katta bir zdaniyani sizlarga qo'yib beramiz. Yana usti seli plita 3 metre 12 metrlik katta plita bilan bosilingan, ichida umuman o'rasi yo'q. Kerak bo'lsa, xudo xolasa bemalol sklad asosida foydalansanizlar ham bo'ladi. Aytib o'tdim, o'zinasi 110 metr, eni 12 metr. Endi qarang, umumiy territoriyasiga keladi bo'lsak 33 sotik hisoblanadi. Ya'ni zdaniyaning yon tomondan mestasi bor, bu yon tomondan mestasi bor. Gaping qisqasi, eni zdaniya bilan qo'shganda eni 30 metr, o'zinasi 110 metr azizlar. Ya'ni sizlarga 33 sotiki 79 ming dollarga qo'yib beramiz. Ozgina qo'l xayri bor, ko'p emas. O'zi aslında 85 mingmi, 90 mingmi shu atrofida aytib edilar. Endi kelishtirib beramiz, xudo xolasa. Eng qiziqi xususiy azizlar, o'zini odana transformator ham qurilgan. Shu kanes o'zi transformator shundan tutib to shu yerdan keladi. Izdaniyani bu yon tomondan mestabo, xonadon bor. Eng qiziqi bundan hozir foydalanib turaman desangizlar ham bo'ladi. 100% pishgan karishdan qurilgan bu. Usti silikat, ichida shuni hozir darvoza bo'lsa, arka xon tarafidan, gumbataridan shunday darvoza bor. Bundan girib arkadan chiqsa bo'ladi. Biznes qilish uchun dim zo'r azizlar. Kelasizlar, ko'rasizlar, egalari ochib berasizlar, ichonlarni ham ko'rasizlar. Aytdim-ku, plitasi eni 3 metr ekan. Uzinasini 12 metrlik plitani bosib qo'ydilar. Bir manzildan keladi olsak, manzil o'zlarimizni Xazaras tumani Pichoqchi bo'ladi. Ya'ni Xazarasda yozilgan yozuvdan kirib kelasizlar. Hozir biz yo'lini qo'yib olamiz. To'g'ri ish ko'cha kirib keladina. Shu skladimizga, shu mestamizga ish yo'l to'g'ri kirib keladina. Barib hozir yo'l avtomatik chapa buriladi. Asfalt bilan ketasizlar, faqat chapa buriladi. 700-800 metrdan keyin to'g'ri Xazaras yozuvuna chiqasizlar. Humo to'yxonasi ham shu yerda. Muhimi hozirni ko'rib olinglar. Ekranda telefon nomeri qo'yaman. Bize hozir kelishib turib 79 mingga tushirdik. Bundan ham qo'l xayri bo'ladi, xudo xolasa, lekin ko'p qaytilmaydi. Sababi egalari o'zi sal qimmatroq aytadi. Biza kelishtirishga harakat etdik do'stlar. Hozir endi tadbirkorlarga, biznesmenlarga, ya'ni sizlar tovar qo'yib oladigan mestalar kerak bo'ladi bo'lsa, tavsiya beraman. Sababi ichi keng, mo'l, 110 metr ozolmasa kerak haqida to'g'rimi? Eni 12 metr. Bemalol kelinglar, yaxshi xarid etasizlar. Yon tomondan 15 metr kamida bu yoqdan mestasi bor. Bu yoqdan kamida 4-5 metr mesta bor. Ish qilib umumiy holatda 30 metr keladi. Ko'p gaplab o'tirman, dokumentlari taxt muammosi yo'q. Telefon qilib berasizlar.